Oshqozoningiz izdan chiqishni boshlaydi agar siz shu mahsulotlarni yeyishda davom etsangiz. Ko'pchilik zararli mahsulotlar desak, faqat yog'li, xamirli, qovurilgan mahsulotlarni tushunadi. Yo'q, bundan tashqari mahsulotlar ham bor. Masalan, gazli ichimliklar, fast foodlar, chipslar, ortiqcha shirinlik mahsulotlari, ayniqsa hozir ko'p sun'iy o'sha sut mahsulotlaridan tayyorlangan pishiriqlar, bilasiz. Ana o'shalar ham juda hazmni qiyinlashtiradi. Hazm shiralarini ishlab chiqarishni kerak bo'lsa bloklaydi. Shunaqangi holatlar ham bor. Buning oqibatida shu yuqori hazm organlaringiz, oshqozon osti bezi, jigar, o't qopidagi hazm shiralari ishlab chiqarish buziladi. Orqaga cho'zilishni boshlaydi keyin hazm. Keyin har xil shikoyatlar yuzaga kelaveradi. Ovqat turib qolishi bilan bog'liq, qorindan bo'lishi, ich qotishi, ovqatdan keyingi diskomfortlar. Bu degani lekin yuqoridagi mahsulotlarni yemang degani emas. Vaqti bilan yeb turish mumkin, lekin ko'p emas. Uni favorit sifatida yemasdan kam-kamdan, vaqti bilan o'sha xohlagan paytingiz yeyishingiz mumkin. Bu videoni doim siz bilan fast food yeydigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying va sahifamga obuna bo'ling.